Abu Hurayra roziyallohu anhu tomonlaridan rivoyat qilingan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: albatta qiyomat kuni birinchi bo'lib hukmi chiqadigan odam bu shahid bo'lgan odamdir. U olib kelinib Alloh unga bergan ne'matlarini tanitadi. U taniydi. So'ngra bular ila nima qilding deb so'raydi. Seni deb jang qildim, oxiri shahid bo'ldi deydi. Yolg'on aytding. Sen shijoatli deyilishi uchun jang qilding. Shunday deyildi ham, deydi u zot. So'ngra amr qilib, uni yuztuban sudratib borib do'zaxga tashlatadi. Yana bir odamki ilm o'rgangan va ilm o'rgatgan hamda Qur'on o'qigan. Bas u olib kelinib Alloh unga bergan ne'matlarini tanitadi. U taniydi. So'ngra bular ila nima qilding deb so'raydi. Seni deb ilm o'rgandim, ilm o'rgatdim va Qur'on o'qidim deydi. Yolg'on aytding. Sen ilmni u olim deyilishi uchun o'rganding. Qur'onni u qori deyilishi uchun o'qiding. Shunday deyildi ham, deydi u zot. So'ngra amr qilib, uni yuztuban sudratib borib do'zaxga tashlatadi. Yana bir odamki Alloh uning rizqini keng qilib, turli mollarning barchasidan berib qo'ygan edi. Bas u olib kelinib Alloh unga bergan ne'matlarini tanitadi. U taniydi. So'ngra bular ila nima qilding deb so'raydi. Sen yaxshi ko'radigan yo'llarning birortasini ham qo'ymay yo'lingda infoq qildim deydi. Yolg'on aytding. Sen saxiy deyilishi uchun qilding. Shunday deyildi ham, deydi u zot. So'ngra amr qilib, uni yuztuban sudratib borib do'zaxga tashlatadi, dedilar. Muslim, Termiziy va Nasoiylar rivoyat qilganlar. Ushbu hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hayotning odatda ko'proq riyo sodir bo'ladigan 3 tarmog'ida riyokorlik bilan ish tutishning oqibati nima bilan tugashi va bayon etish orqali ummatlarini riyodan saqlanishga chaqiradilar. Ma'lumki, qiyomat kuni har bir insonning bu dunyoda qilgan har bir amali zarra miqdoricha bo'lsa ham hisob-kitob qilinib, odilona ravishda hukm chiqariladi. Kimning hukmi oldin, kimning hukmi keyin chiqishi haqida gap ketadigan bo'lsa, ushbu hadisda zikr kelgan 3 toifa odamning hukmi birinchi bo'lib chiqishi aniq. Bu riyokor shahid, riyokor olim yoki qori, riyokor boy. Bu 3 toifaga qiyomat kuni qanday muomala qilinishi haqida hadisda batafsil vasf qilingan.